Agar sizda target reklamalarida muammo bo'layotgan bo'lsa, ya'ni lead narxi qimmat yoki arzon bo'lib turib, umuman sotuv bo'lmayotgan bo'lsa yoki ham arzon ham qanaqadir обработкалар bo'lyapti, ko'p oqim kelyapti, lekin sotuv bo'lmayotgan bo'lsa, bu video siz uchun foydali. Bugungi video, hozirgi videoda siz bilan target reklamada foyda qayerda yashiringani haqida gaplashamiz. Bu videoda o'zi nima olasiz? Men bu videodan siz faqatgina bitta narsa olishingizni va'da bera olaman. Bu ham reklamani davom ettirish kerakmi, to'xtatishmi yoki butunlay o'zgartirish kerakmi? Shuni aniq bilib olasiz. Men o'zi kimman? Menga nimaga ishonishingiz kerak? Ismim Shohjahon, marketologman, 4 yildan beri marketing sohasidaman. Asosan lead generatsiya bilan shug'ullanib kelaman. Menga ishonmaslik o'zingizni qo'lingizda. Aslida eng to'g'risi hech kimga ishonmaslik. Lekin agar videoni shu yoqqacha kelib, shu yergacha kelib ko'rayotgan bo'lsangiz, demak qo'limdan qanaqadir ish keladi. Bu video hech qanaqa funksiya yoki termin haqida darslik bo'lmaydi. Bu videoda faqatgina siz real hisob-kitob orqali target reklama tikayotgan plyus qanchalik o'zini oqlayapti, oqlamayapti, shuni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu video siz uchun agar har bir lead sizga qimmat tuyulayotgan bo'lsa, target bor lekin sotuv bo'lmayotgan bo'lsa, ya'ni leadlar kelyapti, sotuv deyarli oqlamayapti, ya'ni o'zini даже reklamaga tikkan plyus o'zini oqlamayotgan bo'lsa va reklama o'zi aslida ishlayaptimi yoki yo'qmi, buni tushuna olmaysiz ba'zan. Ya'ni qachon tushuna olmaysiz? Qachonki sizda turli xil sotuv kanallari bo'ladi. Asosan target reklamaga ishlatadigan plyusni boshqa sotuv kanallaridan olib qoplayotganingizda o'zingizda foyda qolgani uchun ham ba'zan bu narsani sezish qiyin bo'ladi. Keling birinchi qarashlarimizni to'g'rilab olamiz. Ya'ni o'zi lead o'zi nima birinchi? Birinchi o'rinda bu lead har qanaqa yo'l bilan sizga kelib tushgan murojaat bu lead hisoblanadi. Bu SMS bo'lsin, bu zvonok bo'lsin, ya'ni qo'ng'iroq, bu zaявка bo'lsin yoki boshqa har qanaqa yo'l bilan sizning mahsulotingiz yoki xizmatingizga qiziqish bildirilimi, ya'ni inson tomonidan o'sha inson lead hisoblanadi. Agar siz target ishlatsangiz, eng kamida o'sha lead nimaligini bilasiz. Lekin asosiy savol bu emas. Asosiy savol bu lead siz uchun rostdan ham qimmatmi yoki normal holatmi bu? Birinchi shuni aniqlab olish kerak. O'zi asosan tadbirkorlar bilan ishlaganimda ko'pchilikni, ya'ni 70% ni fikri shunaqa bo'ladiki, men reklamada foydadaman, chunki ishlatgan pulim foydasi bilan qaytyapti, ya'ni 2 barobar, 3 barobar bo'lib qaytyapti deyshadi. Misol uchun $1000 reklamaga ishlatishadi va 2000, 3000 bo'lib qaytadi. Ya'ni foydadaman deb o'ylashadi bu holatda. Men bu holatga ko'pincha qo'shilmayman. Hozir sababini real ko'rsatkichlar bilan ko'rsatib, misol keltirib beraman. Nimaga qo'shilmasligimni. Bizda ROAS degan ko'rsatkich bor, ya'ni Return on Ads. O'zbekchasiga tarjima qiladigan bo'lsa, reklamaga sarflangan har $1 necha x, ya'ni necha barobar bo'lib qaytishini o'lchaydigan ko'rsatkich. Bu hozir ko'rsatkichni qanaqa o'lchashi ko'rsatib beraman, juda oson. Bitta misol bilan. Misol uchun mahsulotingiz bor, sotiladigan narxi $100, uni tan narxi o'zi aslida $70 va undan foydasi $30 bo'lyapti. Ya'ni siz har bitta mahsulotingizdan $30 foyda qilasiz. Aytaylik, siz reklamaga $1000 xarajat qildingiz. 50 ta sotdingiz deylik o'sha mahsulotdan. 50 ta sotganingizda daromadingiz, ya'ni umumiy tushum $5000 bo'ladi. Bu yerda rost qanaqa o'lchanadi? Shunchaki tushgan daromadni umumiy xarajatga bo'lib olinadi. O'shanda har $1 necha dollar bo'lib qaytayotganini ko'rasiz. Misol uchun 5000 ishlatdingiz, bu 1000 ishlatdingiz, 5000 qaytarib oldingiz. Bu yerda har bir tikkan $1 $5 bo'lib qaytyapti yoki umumiy siz xarajatingiz 5x bo'lib qaytyapti. Endi savol tug'iladi. Bu foyda o'zi aslida rostdan ham foydalimi? Ya'ni aslida bu rostdan ham bu foyda bizga foyda keltiradimi? Bizning cho'ntagimizdan ortiqcha pul olmaydimi, oladimi? Shuni aniq bilib olishimiz kerak. Buni qanaqa bilamiz deydigan bo'lsa, bizda yana bitta ko'rsatkich bor. Break-even ROAS deyiladi. Ya'ni o'zini qoplaydigan ko'rsatkich bor. Ya'ni ROAS bu har bir tikkan $1 qancha bo'lib qaytayotganini o'lchab beradigan ko'rsatkich bo'lsa, break-even ROAS bu o'sha qancha bo'lib qaytish kerakligini ko'rsatadigan, ya'ni o'lchaydigan ko'rsatkich. Buni ham oddiy formulasi bor. Hozir misol qilib, boyagi misolni ko'rsatib beraman. Ushbu ko'rsatkichdan sizdagi ROAS, ya'ni sizda tikayotgan $1 necha dollar qaytayotgani bor-ku ROAS. Agar ushbu break-even ROASdan past bo'ladigan bo'lsa, bu o'zi ziyondasiz degani. Buni hozir misol bilan ko'ramiz. Boyagi misol, mahsulotingiz $100 sotiladigan narxi, tan narxi $70, bitta sotuvdan $30 foyda. Aytaylik, buni qanaqa o'lchaymiz deydigan bo'lsak, birinchi bo'lib marjani aniqlab olamiz. Marja, ya'ni $30 bu aniq, lekin buni foiziga agar real songa metrikaga o'tkazadigan bo'lsak, shunchaki foydani sotiladigan narxga bo'lamiz. Ya'ni $30 $100 ga bo'lamiz, bu 0.3 chiqadi. Agar buni foizga qilsak 30%. Prosta bu yerda oson raqamlar bo'lgani uchun buni o'lchash oson. Agar sizda boshqacha narxlar, boshqacha summalar aylanadigan bo'lsa, shunaqa qilasiz. Ya'ni siz foydani sotiladigan narxga bo'laverasiz. O'shanda marja kelib chiqadi. 0.3 marja. Xo'p, endi break-even ROAS o'lchash uchun
bir sonini marjaga bo'lasiz. Ya'ni bu yerda marja 0.3 edi. Bizda o'sha 0.1 0.3 ga bo'lganimizda bizdagi ko'rsatkich $3.3 ko'rsatyapti. Bu degani bizni tikkan har bir dollarimiz $3.3 dan ko'proq qaytishi kerak agar foydada bo'lishni xohlasak. Agar $3.3 bo'lib rovna qaytadigan bo'lsa, siz ziyonda ham bo'lmaysiz, foydada ham bo'lmaysiz. Katta ehtimol bilan ziyonda bo'lishingiz mumkin, sababi siz xodimlarga oylik to'laysiz, ishlab chiqarasiz, logistika, u yoq bu yoq boshqa xarajatlar. Bu yoqda o'shanda ROAS 5 bo'lyapti. Breaking ROAS 3.3 bo'lyapti. Agar hozirgi boyagi misolimizga qaytadigan bo'lsak, ya'ni boya $1000 ishlatib $5 qaytarib olganingizda 5000 daromad qildingiz va bu yoqda sizda asosiy ko'rsatish kerak bo'lgan, ya'ni $3.3 dan ko'proq bo'lishi kerak edi va sizning ko'rsatkichingiz ko'proq. Bu degani foydadasiz degani. Buni hozir keyinroq aniq faktlar bilan, hisob-kitob bilan ko'rib chiqamiz. Endi bu yoqda aniq aytsa bo'ladi, biznes reklamaga ketgan xarajatini foydasi bilan qoplayapti. Buni faktlar bilan keltiradigan bo'lsak, xuddi shu misol, aytaylik, siz 50 ta sotmadingiz, 30 ta sotdingiz $100lik mahsulotingizdan. 30 ta sotsangiz $100 dan $3000 bo'ladi va siz $3000 daromad qilsangiz, bu yerda ROAS kelib chiqadi $3, ya'ni 3x. Ya'ni har bir tikkan $1 3 barobar $3 qaytyapti. Endi sotuvdan foyda. Biz $30 dan foyda qilayotgan bo'lsak, har bitta mahsulotdan 30 ta sotgan bo'lsak $900. Lekin xarajati bor. Bu tan narxi 30 ta sotilgan mahsulot tan narxi $2100. Endi bu yerda bitta muammo bor. Siz reklama xarajati $1000 edi. Siz $1000 xarajat qilasiz, umumiy tan narxi, mahsulotingiz tan narxini chiqarib yuborasiz va общий qo'lingizda $900 qolyapti. Vaholanki siz $100 ziyondasiz, minusdasiz. Keling endi uni 5x bo'lib qaytganida qanaqa bo'lardi? Ko'rib chiqamiz. 50, ya'ni 5x deganda 50 ta sotganingizda, ya'ni 30 ta sotganingizda siz $100 ziyondasiz. 50 ta sotganingizda, misol uchun, $30 dan 50 ta sotsangiz $1500, xarajatingiz tan narxi $3500, reklama xarajati $1000 edi. Bu prosta sotuvdan qilgan foydangizdan xarajatingizni olib tashlasangiz, umumiy foydangiz siz $500 foydada bo'lasiz. Katta ehtimol bilan buni foyda ham deb bo'lmaydi. O'zi aslida bunaqa holatda ROAS $5 bo'layotgan paytda, ya'ni har bir shu foydangiz 5x bo'layotgan paytda, ya'ni daromadingiz 5x bo'lib qaytayotgan paytida katta ehtimol bilan foyda deb bo'lmaydi. Bu juda kichkina ko'rsatkich. Nimaga? Chunki bu $500 ham siz kimnidir oyligiga qilib berasiz yoki bunaqa biznes juda samarali biznes deb bo'lmaydi. Shu misolda davom etamiz. Ya'ni varonkalarga qo'yib, endi sizni lead narxingiz qimmatmi, arzonmi, qanaqa ko'rsak bo'ladi, shuni davomida bilamiz. Xuddi shu misolda davom etamiz. Aytaylik, siz 50 ta sotayotdingiz. 50 ta sotganingizda $5000 daromad qilyapsizsiz, ya'ni bu yerda varonkaga qo'yamiz. 50 ta sotuv. Targetda yaxshi targetolog ishlaydigan bo'lsa, yo bu yerda hozir targetolog emas, bu yerda gap sotuvchida, mana bu yerda ko'rib turgan lead bor, call bor, sale bor. Call bu telefon qiladigan обработка, lead bu alohida. Call bilan leadda farqini tushuntiraman. Asosan sizga lead bo'lib qoladigan odamlarning hammasi ham 100% ham telefonni ko'tarib siz bilan oxirgacha обработка qilishingiz uchun oxirgacha gaplashmaydi. Yoki umuman nidazvom bo'lib qolib ketadi, yoki reklamani noto'g'ri tushungan bo'lib boshqacha maqsadda qoldirgan bo'ladi, yoki umumiy masalan reklamani maqsadini tushunmagan bo'ladi, ya'ni offerga yaxshi yetib bormagan bo'ladi. Endi hozir buni kamchiliklarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, 50 ta sotuv bo'lishi uchun yaxshi sotuvchilar agar sovuq qo'ng'iroqlar bilan ishlaydigan bo'lsa, yaxshi sotuvchilar o'rtacha 10% atrofida sotadi. Ya'ni bu degani 50 ta sotuv bo'lish uchun o'rtacha 500 ta odam bilan gaplashgan bo'lish kerak. Yo o'sha sotuvchi, yo kooperator deymizmi, yoki misol uchun o'zingizmi, yoki xodimingizmi, umuman sotuvchi. Sotuvchi inson 500 ta odam bilan gaplashish kerak bo'ladi, sovuq. Ya'ni siz haqingizda bilmaydi, faqatgina mahsulotingiz haqingizda eshitdi va shu mahsulotni olmoqchi, ya'ni shu mahsulotga qiziqish bildirganlarni 10% yaxshi sotuvchi bo'lgan taqdirda 10% olishi mumkin. Agar yaxshi sotuvchi bo'lmasa, o'rtacha bozor statistikasidan oladigan bo'lsak, bozor 3% sotib olishga tayyor bo'ladi. Ya'ni qiziqish bildiradi va uni sotib olishga tayyorlari, qiziqish bildirganlarning ichidan sotib olishga tayyorlari 3% atrofida. Balkim bu oshgan yoki tushgan bo'lishi ham mumkin, lekin o'rtacha tajribadan kelib chiqib, bu bozor statistikasidan kelib chiqayotgan bu 3%. Agar yaxshi sotuvchi ishlasa, bu 10%, balki undan ham ko'proq bo'lishi ham mumkin. Endi savol, 500 ta odam bilan gaplashish uchun nechta lead bo'lishi kerak? O'rtacha, misol uchun yaxshi targetolog ishlatsangiz yoki o'zingiz yaxshi target nastroykalarini, yaxshi offerlar, yaxshi kreativlar ishlatadigan bo'lsangiz, tushgan leadlaringizni 80% bilan o'rtacha 80% bilan oxirigacha bog'lanib gaplasha olasiz.
Bu yoqda agar 500 ta odam 80% oladigan bo'lsa, uni 100% 625 ta bo'ladi. Endi siz reklamaga $1000 ishlatgan edingiz, siz 50 ta sotuv olishingiz uchun, 50 ta sotuv qilishingiz uchun $1000 xarajat qilib, 625 ta lead tushishi kerak sizga. Umuman 625 ta murojaat bo'lishi kerak sizda. 625 ta murojaat degani bu har bitta murojaat narxi, har bitta lead narxi $1.6. Endi bu yoqda lead narxi normami? Da, norma, chunki biz $500 foydadamiz. Agar endi uslovni olsak, foydada 1.6 bizga qulay. Nimaga? Chunki biz foydadamiz. Endi agar lead narxini masalan qimmat qilib ko'rsak, misol uchun qimmatlashtirib ko'rsak, aytaylik 625 ta emasda, uni yarmi, deyarli yarmi 300 ta lead tushdi desak, 300 ta lead degani $1000 ga bu $3.3 degani. Endi voronkangizga 300 ta lead qo'yadigan bo'lsangiz, ya'ni 300 ta lead bo'lsa, uni 80% ni обработка qila olsa, 240 ta odam bo'ladi. Uni 240 tasini обработка qilinsa, umumiy 10% ga, ya'ni sovuq auditoriyaga savdo qilish uchun 24 ta savdo bo'ladi. 24 ta bu $2400, $2400 bu albatta umuman minusda degani. Boyidagi 3000 qanaqa bizga $100 minus bo'lgan bo'lsa, 2400 da уже $700 ziyonda bo'lasiz. Buni yaxshilasa bo'ladimi deydigan bo'lsak, mana 1.6, ya'ni 1.6 bo'lgan oldingi slaydga olsak, bu normami, buni yaxshilasa bo'ladimi desa, yaxshilasa bo'ladi. Yana ham arzonlashtirib, yana ham ko'proq foyda qilsa bo'ladimi xarajatni oshirmasdan deydigan savol bo'lsa, da bo'ladi. Bunga alohida strategiyalar, varonkalar tuzish kerak bo'ladi. Shu orqali arzonlashtirsa bo'ladi va buni strategiya qilish uchun juda ko'p faktorlar ta'sir qiladi. Aniq bir universal strategiya, aniq universal varonkalar yo'q. Har bir bozor, har bir umuman talab, takliflar o'rganilgan holatda individual strategiya, ya'ni varonkalar tuziladi va o'sha holatda siz xarajatingizni oshirmasdan turib, konversiyalaringizni oshirsangiz bo'ladi. Endi shu paytgacha, hozirgacha ko'rib kelgan ko'rsatkichlarimizni olib, o'zingiz biznesingizda tatbiq qilib ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Foydadami, minusdami yoki o'sha aniq qaysi sotuv kanalida ishlayotganiga qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Agar bu misol uchun sizda katta baza bo'lsa, katta baza bilan ishlasangiz, albatta bu CRM orqali ko'rib bila olasiz. Agar siz eskicha Sheets yoki qanaqadir boshqa aytaylik platformalarda yoki platforma degani juda oddiy yozuv chizuvlar bilan qiladigan bo'lsangiz, buni o'lchash sal qiyinroq bo'ladi. Tavsiya qilaman aniq datalar bilan ishlanishga qulay bo'lgan platformalarda ishlashni. В целом shu ko'rib chiqasiz. Ziyonda bo'lsa, yechimlarni qilishga harakat qilasiz. Ziyonda bo'lmasa, yaxshi, agar yaxshilash, yana ham yaxshilash usuli bo'lsa, yaxshilasangiz bo'ladi. Endi ikkita holat bor. Ikkita holatda siz 1000 harakat qilsangiz ham, 1000 marketing ustida zo'r ishlasangiz ham, bu ko'rsatkichlar zo'r, nima desam ekan, 1000 qattiq marketing zo'r ishlagan taqdirda ham ikkita holatda sizda yaxshi foyda bo'lmasligi mumkin, yaxshi o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Qaysi holatda? Birinchidan mahsulot juda ham arzon bo'lsa, ikkinchidan juda ham raqobatli bozor bo'lsa. Raqobatli bozor deganda talabga qaraganda takliflar ko'proq bo'lsa. Ya'ni talabga mos takliflar bor o'zi, misol uchun bozorni qondiradigan, lekin shunga yarasha juda ko'p taklif bo'ladigan bo'lsa, raqobatli bozorda foydani oshirish juda qiyin. Endi videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, o'ylaymanki sizda xuddi shunaqa targetda muammolar bor, ya'ni lead narxi qimmat yoki u arzon bo'lishiga qaramasdan sifatsiz leadlar juda ko'p, ya'ni ularning обработкасы umuman marketingda ko'proq muammo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Endi videoni shu yerga ko'rganingiz uchun men sizga bepul konsultatsiya sovg'a qilaman. Bu konsultatsiyada nima olasiz? Bu konsultatsiyada nafaqat umuman target reklamada, balki umuman marketingda, sotuv kanallaringizda yoki voronkalaringizda qanaqa umuman o'zi ishlatayotganingizga qaraganda foyda kam olayotgan bo'lsangiz yoki deyarli zararda bo'ladigan bo'lsangiz, uni foydangizni oshirishga yordam beradigan to'g'ri yechimlarni berishga harakat qilaman va shu narsalarni konsultatsiyada olishingiz mumkin bo'ladi. Agar konsultatsiyasiga qiziq bo'lsa, unga yozilish uchun pastda tugma qoldirganman. Tugmani bosib, bemalol konsultatsiyaga ro'yxatdan o'tib, ma'lumotlaringizni qoldirsangiz bo'ladi. Shaxsan o'zim aloqaga chiqaman. Xudo xohlasa, o'ylaymanki, bu marketingdagi hamma muammolaringizni ko'rib, umumiy yechimlarni qilib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.